Men uni chorniga tiqdim. Eslaringizga bo'lsa agar, men o'zim birinchi yozgandim. Keyin yarashamiz. Hammasini qaytadan boshlaymiz deb. Keyin u menga shart qo'ygandi. Oddiy telefon bilan yurasan, Instagram kirmaysan. Men hammasiga hay dedim, rozi bo'ldim. Blogerlikni tashlashga ham tash. Keyin yana qaytib so'radim. Za hammasini boshladikmi deb. Bilmasam dedi, keyin ha dedi. Bir sutka kutdim. Bir marta yaxshimisan, qayergasan, nima yeding, nima qo'yding, hech narsani so'ramadi. Hamma ishlarimni bo'ldim, uyga keldim, qarasam bitta ham SMS kelmagan, begonalardan SMS kelgan, lekin undan kelmagan. Keyin yorildim, yozib tashladim. Ichim shunaqa gapga to'lib ketibdi. Bo'ldi dedim. Qaytib seni kutmayman dedim. Endi yozishing ham kerak emas dedim. Lekin chorni qilishimni ham aytib qo'ydim. O'yladim, chorni qilganimdan keyin ko'p SMS'da yozsa-yu, men lekin chorni qilganman, u hech narsani bilmaydi. Shuncha narsani o'qiy olmay qolsam, o'ziga aytdim keyin chorni qilaman dedim. O'z Telegramga chorni qilsa agar ko'rinadimi? Chunki men bir marta chorniga tushmaganman, bilmayman-da. Keyin ertalabga yaqin ko'zim ochildi. Uyqumdan turib ketdim-u, telefonimga qaradim. O'qibdilar-yu, biron joydan, boshqa joydan yozmabdilar yoki axir telefon nomerini ham chorni qildim. Zato men u odamni 4 oy kutdim. Boshidan aytib beraymi?